Assalamualaikum, qanaqmi yaxshimi? Men bugun sizlarga qachish mashinasini pakizlamoqchi. Sizlar bilan ko'rdingmi? Ichki qismini oldi bilan yuqori qismiga bu tarafga limondan yaxshi yog' simirgan hech bir narsa yo'q. Oldi bilan limon qo'yib qo'yamiz. Andan keyin men sizlarga degan paraltajini o'rniga oqatib qo'lladim deb. Paraltajı qo'yaman. Agar qachon yo'g'a vaqtda, qachonlar yuk to'xtagan vaqtda bu ishik tarafida sizlar yo'l sudamchilar ko'rsanglar, paraltajı tugadi degan gap men oqatib qo'ydim. Andan keyin bu ichki qismiga kabartma tuzi. Karbonat qo'llansam bo'ldi, suda. Kabartma tuzi qo'llandim. Bu holatda chashdim. Bu yerga olma sirkisi to'ksanlar bo'ladi. Men olma sirkisi yo'q bo'lganligi uchun uzum sirkisi qo'llandim. Uzum sirkisini bo'ldi. Biz buni hozir bu taraflarga to'kaylik. Biz 60 derecede 65 man qo'ysanlar bo'ldi. Men 60 derecede man qo'ydim. Qachish mashinamizni to'xtadi. Ko'rib boqaylik. Limon siqqanligim uchun mashinaning ichi bir xil xushbiroq tegini boyab qo'ygandim. Hozir qonini ko'rmoq deyman qizim. Holatda. O'sha holatda tozasanlar bo'ldi. Bu ham dishni unutib qolibdim. Olma sirkisi degan olma achchiq suyusi, uzum sirkisi degan uzum achchiq suyusi. Men turukchilab kirib qolganligim uchun hammani o'g'irlashtirib bo'lmadim. O'sha holatda tozasanlar bo'ldi. Üzüm achchiq suyusi qo'llansanlar, purqi bir xil kuchliroq, olma achchiq suyusi qo'llansanlar yaxshi. Men olma achchiq suyusi tugab qolganligi uchun üzümnikini qo'llandim. Ikkisidan qaysini qo'llansanlar bo'ldi. Limon sog'lig'imiz uchun mashinamning ichi boshqacha bir bizlik buraydi. O'sha holatda qilsanlar bo'ldi. Ham limonning paqish roli bor, yog' simirish roli bor. O'sha holatda temizlasanlar, ya'ni pakizlasanlar bo'ldi qachish mashinasini. İnşallah kelar qitimliq videolarımızda kiralg'ini tozalashni ko'rsataman.